Ana şu tepelikte. Doğru mu? Doğru. Mana bize hazır Qalai Hisarga bize Tojikistonga. Mana o tepelikka chiqyapmiz. O ana shu yoqqa boramiz xudo xolos. Nima ekan u yerda? Hozir ko'ramiz. Mana tepaligidan bu yer juda ajoyib adirlar. Mana shunday go'zal manzara. Qalai Hisar. Mana bitta mashinamizni qo'yib keldik. Anchagina tepaga chiqdik, balandlikka chiqdik. Ana Qalai Hisar degan joyga yetib keldik. Mana bu yerda yo'llarni ko'rsat. Hozir ichkarisini kirib tomosha qilamiz. Mana biz ancha balandlikka biza. Mana shunday chiqib keldik. Mana shu yo'lakcha bilan. Endi u yoqlarni tomosha qilamiz. Ketdik. Ichkarisida nima bor ekan qiziq. Sizler Şettaka, odamchalar. Salom deb qo'ydim. باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جانی تو جانی منو صدقم چمن قربانی تو قربانی تو Ko'ramiz hozir. Tomosha qilamizmi? Ketdik. Bu yerda nima voqealar bo'lgan ekan ajabo? Judayam qadimiy va eski qurilish bu. Necha ming yillik tarixga ega ekan. Hali buni tarixini o'qimadim to'g'risi, lekin o'qib ko'raman xudo xolasa. Mana shuncha tepalikda biza. Shundoq pastga tushamiz hozir xudo xolasa. Bu yerlar chang. Ana, mashinamiz hali ham turibdi. Ana stadion ham bor.
Shu yerlarga ham odamzodning qadami yetgan ekanda. Lekin juda qo'rqinchli. Ochiq aytaman, juda ham qo'rqinchli. Bu yer shahar, uylar. Tojikiston aslida yashilliklardan iborat. Mana isboti. Bu yer endi juda balandlikda bo'lgani uchun ana oftob urganmi bilmayman. O'tlar sariq bo'lgan. Hozir mana bu kichkina qushcha oldimdan chiqib qolganiga yuragim shuv yutdi. To'g'risini aytaman, juda ham qo'rqinchli. Juda ham. Bakda nima bor ekan? Suv bor shekilli. İçini açmayız. Onun yerda ham bitta eski uya bor. Nimaligini bilmayman, lekin yoniga borishga qo'rqyapman. Lekin sizlar uchun boraman. Ha, bu o'sha yer ekan. Mirzabek Xolmedov bir anekdot aytgan-ku. Portlat degani. O'shanaqa hojatxonalarga o'xshaydi ekan. Bir ko'rdik. Shuncha tepalikka qanaqa qilib buni qurgan ekan-a? Bu juda qiyin masalada. Juda ham tepalikda bu. Va bu qurilishni qarang, lekin hech kim yashamas ekan. Hatto oynalari ham siniq. Proxodini ham to'sib qo'yishibdi, kirib bo'lmaydi. Lekin qanaqa qilib qurgan buni? Shunaqa bir dizayn bilan, shunaqa bir did bilan qanaqa qilib qurgan ekan-a? O'sha necha ming yil oldin. Tepada Tojikistonning bayrog'i xiltirab turibdi. Ana shu tepalikdan pastga tushdik biz. To'g'rimi? To'g'ri. Bu tarafga borishyapti. Lekin bu yerda hech narsa yo'q. Dayjon. Atraf kaboke. Mana bu qal'ani bu tarafini, bu tomonini. Mana bu qal'ani kirish qismini развлечение park qilishdi. Kichkintoylar shu yerga mana mashinalar minib, samokatlarga minadi. Bu yerda kacheliklar qo'yishibdi. Pavilyoncha, sharqpalakcha mana. Kichkintoylar uchun. Xullas, mana shunaqa plashatka. Mana bu esa o'sha u tepaga chiqqan qal'amizning mana shu yerini, mana bu kirish qismi. Darvozasi. Qal'ay Hisor. Mana bu yerga kelin-kuyovlar ham kelishadi shekilli, fotosessiyalar qilishadi. Juda ajoyib manzara, tog'larning orasida.
Mana bular esa nima deymiz? Tadbirkorlar, biznesmenlar. Xullas, mana shu yerlarga kelib, aylanib yuribmiz. Davom etamiz. Mana bu yer kirish qismining ikkinchi marhalasida mana shunaqa bir joy bor ekan. Mana shuning bilan azizlar, Qal'ai Hisordagi ekskursiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta atmosfera juda ham zo'r manzara. Kelinglar, endi deyarli bir kirib tomosha qiladigan darajada bir maskan bo'lmasa ham, o'zining tarixi bor, ob-havosi bor. Qadimiyligi bor va eng hayratda qoldirgani o'sha tepalikda qurilgan bino albatta va juda ham bir katta mahorat, katta kuch bilan qurilgan bino. Shunaqalari bor. Yana otlar bor. Mana kelsangiz otlarga minarsiz. Xullas, mana shunday ajoyib manzara. Sizlar bilan Fara Pozitiv kanali bo'ldi va men Farruxjon Roziqov. Yaxshi kunlarda ko'rganda ko'rishguncha.